11-qism. Dante quvonchidan sakrab yuborgudek bo'lib Shiorining yonida yurar, uning ko'zlari porlardi. Shiori esa atrofiga jiddiy qarab, ongi bilan maktab atrofidagi energiyani kuzatardi. Dante hovliqib: Rostdanmi, Shiori, sen menga o'rgatasanmi? Va'da beraman, eng yaxshi shogird bo'laman. Siyla ustoz, aytgan gildiya haqida nima deysan? Sen rostdan ham gildiyaga qo'shilmoqchimisan? Shiori sekin to'xtab unga qaraydi. Gildiya bu nafaqat tajriba, balki ma'lumotlar manbai. Agar u yerga kirsam, dunyoda nimalar bo'layotganini yaxshiroq bilaman. Dante, senga o'rgatishim uchun sening oq sehring va jismoniy holating bir muvozanatda bo'lishi kerak. Bugun darslardan so'ng kutubxonaning orqasidagi kimsasiz joyga kel. Kechki payt maktab sokinlashganda Shiori va Dante belgilangan joyda uchrashishdi. Shiori o'zining qor olovini kichik shar shakliga keltirib havoda aylantirib turardi. Shiori: Dante, oq sehr faqat himoya emas, u tozalovchi kuchdir. Qani, bor kuching bilan menga hujum qil. Dante qilichini ushlab, bor vujudi bilan diqqatini jamlaydi. Tayyor tur, Shiori-san. Nurli zarba. Dantening qilichi oppoq nur bilan qoplana boshladi. Lekin nur barqaror emas edi, goh yonib, goh o'char edi. U oldinga otildi, biroq Shiori bitta chaqqon harakat bilan uning zarbasidan qochib ortiga o'tdi. Shiori: Juda sekin. Sen nurni qilichingga majburlab tiqyapsan. Nur sening bir qisming bo'lishi kerak. Tasavvur qil, sen qilichni emas, o'z qo'lingni davomini ushlab turibsan. Ular mashq qilganda daraxt ortida bir juft ko'z ularni kuzatib turardi. Bu mina edi. U gullarning pichirlashidan Shiori va Dantening bu yerda ekanligini bilib qolgan va qiziquvchanligi ustun kelib, ularni kuzatishga kelgandi. Mina ichida: Shiori-san, u nafaqat kuchli, balki ajoyib ustoz. Sam ekan, lekin nima uchun uning atrofida havo bunchalik sovuq? Go'yo u bu dunyoga tegishli emasdek. Dante nihoyat bitta zarba orqali Shiorining kiyimini yoqadi. Shiori: Yaxshi, ketaver. Ertaga shu vaqtda shu joyda davom ettiramiz. Dante xursand holda ketadi. Dante ancha uzoqlashdi. Shiori: Mina, bu yerda nima qilyapsan? Mina: Men ataylab qilmadim. Men shunchaki aylanib yurgan edim. Kechir. Shiori: Bunaqa yashirinib turma. Agar sening ma'nangga e'tibor bermaganimda, sen o'lgan bo'lar eding. Yur, xonaga boramiz. Mina: Shiori, sizni nima deb chaqirishim kerak? Shiori: Shunchaki Shiori yetadi. Silamasang ham bo'ladi. Mina: Meni ismimni eslab qoldingmi? Shiori: Biror bir g'alati joyi bormi? Mina: Men oldin zodagonlar past tabaqalilarga qiziqishmaydi deb o'ylagan edim. Shiori kulib yuboradi. Mina: Buni nimasi kulgili? Shiori: Bu dunyoda hamma ham bir xil emas. Sen shunchaki seni hurmat qiladiganlar orasida bo'l. Shunda qanday qilib ismingni eslab qolganimni tushunasan. 11-qism tamom.